Loop. Biz yana shu loopga kelganmiz, ya'ni viloyat hokimiyatining to'g'risi Atka o'quv markazining yonidagi loop. Loop degani inglizcha so'zdan olingan, o'zbekcha ma'nosi aylanib kelaverish degan ma'no bildirar ekan. Mana bu yerga hamma yangiliklar kelingan. Do'xini tozalarni sepadiganlar o'zlari tushunib olishadi buni qanaqaligini. Toza Fransiyadan kelingan, fransuzcha atirlar. Bunday nasamatto degan ekan. Louis Vuittonmi demaydi bu? Immigration demak. Даже mana bunaqa podarchniy narsalar ham bor. Mana 30 grammlik bor, 20 grammlik bor. Bu yangicha mana uniki ochilishlari. Xullas 10 gram, 5 gram xohladim, hammasidan bor xohlaganlar. Xohlaganlar uchun mana korobочный ham bor mana aka. Chanel Blue, Miss Diora, Murskoy, Женский, ya'ni o'zbekchasi erkaklarniki, ayollarniki hammasi bor. Hozir mana novda ochib ko'rsatamiz sizlarga. 14-yanvarga kimdir tanish bilishlariga sovg'a salom qilmoqchi bo'lsa, buni manzil ko'rsatib o'tganimda bemalol kelsanglar, mana bu dishchalarning hammasiga solinadi. Sizlar xohlagan atirlaringizdan. Mana bu yoqqa tabiiy o'zining yog'lari, siroplari, chista mana pechat bilan keladi. Oliy yog' deluxe. Shu yog'li bo'ladi mana. Siroplari ham xuddi shunday. Loopga kelaverasizlar, loopga. Tabiiy u olinadi, hech qanday olingan.